Ha, turdingmi? Onamlar allaqachon turib bo'lishgan ekan. Kirib choyingni tayyorlaganda, ko'chani erkalik bo'lsa keyin ichib berasan, xo'pmi? Xo'p, yaxshi o'tiringlar. Obbo, kech qolganda. Toshkentda. Shupurga qani? Ko'chada erkalik ko'p ekan, o'zim shupur ketaman. Ovqatdanmi? Oğlum qara. Ye. Bo'lmabdi. Yur bir olsangiz. Ketdik. Ye, ha, qo'shni qo'y. Salom alaykum, kelinglar. Kastim shimli kelindi endi ko'rishimmi? Sizmisiz? Yaxshimisiz? Kastim shimli kelin degan. Sizlarda ko'chasini shipirgan erkaklarda kastim shimli kelin deydimi? Ha, bizda bo'lsa Alloh omonatni saqlagan mo'minlar deylar. Ey, senga o'xshab erkaklarga to'zgan paytda ko'chada ayolimga bor ko'chani shipirasan deb majburlashim kerakmidi? Senga o'xshaganlar ko'payib ketdi mahallada. Umrlarga xotiningni olib borib, ibodatga borib tavba qilishdan o'rniga xotining bilan rasmga tushib internet tarmoqlarga qo'yasan. Tavba qilgan borasanmi ibodat qilish uchun yoki xotiningni ko'z-ko'z qilish uchun boryapsanmi? Bizda senga o'xshaganlar nima deydi bilasanmi? Senga o'xshaganlarda dayus deydi bizda. Ertalabdan kechgacha mahallani to'ldirib olib, ayollarga joy qo'ygizmasdan g'iybatlashib o'tirasanlar. Xotinlaringni ishga jo'natib yuborib. Xotin to'p kelgan pulni yeb ichayotgan sen kelinmi? Yo Alloh taoloni saqlagan men kelinmi? Sizchi? Siz nima fikrdasiz?